uy sharoitida farzandlarimizga til o'rgatayotganda biz duch keladigan qiyinchiliklar va ko'p tarqalgan noto'g'ri fikrlar. Birinchisi, o'zimiz faqat ingliz tilida gapirib o'rgatishimiz oson, lekin boshida faqat ingliz tilida gapirayotganimizda o'zimizga ham yuragimiz siqilib, nafasimiz bo'g'ishni boshlaydi. Sababi bizga ham o'zimizga oson bo'lgan tilda gapirish qulay. Lekin 3-4 oy sabr qilasiz, bu holat o'tib ketadi. Va farzandlarimiz ayniqsa 2+ bo'lsa, yoshlari, ularda ham sizga nisbatan xohish ko'rmaysiz ingliz tilida gapirayotganingizda, yoki qochib ketadi yoki kuladi, o'zbek tilida javob qaytarishga harakat qilaveradi. Lekin bunda ham o'sha 3-4 oy muddatdan keyin farzandingiz adaptatsiya muddatidan o'tgandan keyin shu tilga moslashib, o'sha tilda unga qulaylik tug'ilgandan keyin gapirish bo'ldi. Siz uchun ham farzandingiz uchun ham bu to'siq yo'qoladi. Keyingi qiyinchilik, ko'pchilik aytadiki, agar sen ingliz tili yoki rus tili biror bir tilni, chet tilni o'rgatayotganingda shu narsani bilib qo'yginki, o'sha davlatning mentaliteti ham farzandingga o'tib qoladi deb. Lekin farzandlarimiz ko'rganini qiladi. Ya'ni agar siz farzandingizga ingliz tilida gapirsangiz, lekin o'zbekona muhitda o'stirsangiz, duch kelgan inglizcha multfilm yoki duch kelgan inglizcha kinolarni ko'rsatmasangiz, bu narsaga xavotirga o'rin yo'q. Shaxsan o'zim farzandlarimdan misol, ularning mentaliteti to'liq o'zbekona. Va 3-qiyinchilik. Ko'pchilik aytadi, qaysidir tilni o'rgatayotganingda bilib qo'yginki, bolaning tili kech chiqadi. Bu kech chiqish ko'pincha til sabab emas. Afsuski, birinchidan onalarimiz farzandlar bilan juda ham kam muloqot qilishlari sabab bolalarning so'z boyligi hali ko'paymayapti, ayniqsa yosh bolalarni. Ikkinchi sabab esa yo ota tarafdan yo ona tarafdan tili kech chiqqan bo'ladi kimnidir. Agar bola sog'lom bo'lsa 100%, inshaalloh hech qanaqa 2-, 3-, 4-, hokazo tillarni qo'shish bolaga til chiqishiga, kechiktirishiga sabab bo'lmaydi. Va eng oxirgi muammo, farzandingni qiynab qo'yasan. Yoshligida nagruzka qilib nima keragi bor? Avval o'zini tilini eplab olsin deb juda katta, bilmayman, ishonch bilan gapirib borishadi. Hattoki ba'zi bir logoped yoki defektologlar ham shu narsani ko'p gapirishadi. Hattoki o'zim 3 yoshli o'g'limni nevropatologga olib borganimda shunaqa deganki, bolangizga nega shuncha tilda gapiryapsiz? To'xtating, faqat o'zbek tilida gapiring. Va holanki o'sha 3 yoshda meni bolam ingliz tili va o'zbek tilida bemalol gapirardi. Ya'ni ba'zi bir insonlarning miyasiga shu qadar bu qo'rquv yopishib ketganki, hozirgi yangiliklarni ko'rishmayapti. Hozirgi yangiliklarda bolaga qancha ko'p til qo'shilsa, bolani kognitiv fikrlashi, tanqidiy fikrlashlari, har qanaqa kasalliklarni oldini olishlar juda ko'p qisqasi afzalliklarni ko'rgan bo'lar deyiladi.